Ve oynama yiqilasan. Kelinglar. Yaxshimisizlar, charchib. Ishlas qilma. Choyga qaranglar, choyga. Assalomu alaykum. Keling, qo'lingni yu. Ha? Iflos. Bor sovuq suv quyib chiq. Kelg'ani o'tir, oshga qara, osh kesing, bo'la qol. Furqat to'yini ham o'tkazdik. Sadir kelyapsan, ham Turdingmi? qilasan, jamshid. Qo'llar. Menga qara, bugunga ichmay turishki, men to'y o'tsa quyib beraman. Biz xizmat. O'choq qani? O'choqda biz. O't, qo'ymasdan o't tez. To'y qizimayapti-ku. Qozonni qizit birinchi. Akbar! So'g'da. Akbar! Nimaga? Olib chiq o'zimizkidan bitta. Ya, qudrat urushadimi? Men sovuqda qara, gradus qo'yamasa to'yda qizitalmayman. Sanoqli olib kelgan o'zi. O'sha sanoqli bizga qolgan odam ichmaydi. Dasturxonga hamma narsa qo'ygan, bitta aroq qo'ymagan. Uni parallelimizda o'qigan, sharmanda qilyapsan. Bu zakasi ko'p buni. Zo'r bilan deganimcha kelganman men. O'zing kallangni. Bu joyim bilan javob beraman. Bugun ham ichamizmi? Bugun to'g'ri katelarda uxlaymiz. 5 gacha ichmabmiz o'zi. Hech joyda ko'rmaganman bunaqa do'stni. Shiki baba. O'zi sekin maydalayotgan ekan. Qo'y. Kambag'al ichsa alkash deyishadi. Boy ichsa har bir dam olibdi-da deyishadi. Er tilini tiysa, xotin hech qachon qo'l ko'tarmaydi. Qizib ketdim, qorga yotaman men. To'ra, go'sht pishdimi, ozgina kesib berchi. Osh tayyor bo'lib qoldimi? Nima suyak, ho'l. Jamshid yalab qo'ydi. Olashingga san to'y. Va ichma desam ichib olsanlar. Alkashlar, to'y tugasin gaplashaman. Mana, osh olib kel. Go'sht qanimi? Bilmadimmi, shunaqa so'z berdi. Qoch. Mana. Aroq o'zingnikimi? Zakska o'zingligimi? Rosa qotib qolibsan. Siklat buynikimi? Ichma desam ichib olganingni qara, alkashlar. Kim aytdi menga depamida? To'yda qizitadi dedimmi? Yo mashinavanda bo'ladi bu.